Tak, bismillah. O'rtoqlarga assalomu alaykum. Anchadan beri ko'rishmadik. O'rnini to'ldirib ketamiz. Xudo xolasa bugun uzoq video bo'ladi. Nima haqida deb so'raydigan bo'lsangiz, marhamat. Juda ham katta mavzular. Bu bo'lsin altcoinlar, Bitcoin dominatsiyasi, portfoliyomning holati, ключевой ставка, hamma narsa o'sha ключевой stavkaga bog'liqmi? Ключевой stavka hozir tushayotganda nima bo'ladi? Nimani kutsak bo'ladi? Alt sezon bo'lish uchun kerakmi ключевой stavkani pastga tushishi, kerak emasmi? Kriptovalyutalarning o'sishi odatda bu haqida o'zi Telegram kanalda sizlarga aytdim, adashmasam, kecha aktiv o'quvchilarimiz bilan yig'ilganda aytdimmi? Hozir grafikda ko'rsataman. Alt sezon bir 10 haftada boshlanib, 10 haftada tugaydigan narsa. Buni har bitta altcoin bilan o'sha 2-3 ta misollar tanlab qo'ydim. Ular bilan ko'rsatib beraman, qanaqa bo'lgan tarixda hozir qayerda shunaqa takrorlanishi mumkin. Dolzarb mavzu, bu haqida ko'p gapirmayman. Lekin video qilganman. YouTube'da playlistda Bitcoin 0 bo'ladi degan videom bor. Bu yerda boshlab qo'yganman. Nimaga Bitcoin o'sha hamma o'ylaganday $500,000, $1 million ketishidan nima to'xtatib turadi? To'xtatib turadigan bitta asos bor. Kecha mana aktiv o'quvchilarim kim? O'sha 2022-yildan beri agar biz kripto guruni o'qitadigan bo'lsak odamlar, har bitta potokdan bitta, ikkita, uchta aktiv o'quvchi chiqadi, ularni bitta gruppaga qo'shib qo'yman, choyxona qilib turamiz. Hatto ular mana shu narsani kimdir esdan chiqazgan, kimdir bilan gaplashmaganmiz, kimdir bilmaydi. O'sha kuchli asosni bilishmaydi. Bor insonlar o'sha nima deydi? Bitcoin $500,000 degan insonlarni ketidan ketib qolishgan. Ketmang, siz bitta aniq pozitsiyada bo'lish bu yaxshi. Odatda men shunaqa qilaman, yoqmaydi treyderlar kim tepaga ketayotganda, men aytgan edim tepaga ketadi, pastga tushayotganda, men aytuvdim pastga tushadi deb deydiganlarni yoqtirmayman. Tez bozor holatiga qilib kirib olib, переобуться qiladiganlarni yoqtirmayman. Bunaqalar ko'p kuchli mutaxassis, lekin shunaqa qiladi-da. Mana shunaqalar ham bor. O'zi kuchli mutaxassis, lekin переобуваться qilishni yaxshi ko'radi. Mana shunaqalar ham bor. Men kuzatadiganlarimdan bir 3 tacha bor shunaqa. Ozgina o'tmishni eslaymiz. Portfoliyomni esingizda bo'ladigan bo'lsa, portfoliyamiz bu investorlarim bor, xorijiy investorlar, ularning o'zligini shotligida pul turadi. Men bu yerdan ularga nima qilishni aytib turaman. Portfoliyo boshqaruvchisi deydi buni. Yanvar oyida bozor tepaliklarda Bitcoin o'sib boryapti. Bozor tepaligini topa olmayapti. Altcoinlarda misol uchun eng cho'qqi narxlarda o'sha dekabr bo'ldi. O'tgan yil cho'qqi narxlari dekabr bo'ldi. Mana shu holatda efir $4,000 ga yaqin edi. Ko'pgina altcoinlar o'sgan holatda edi. Unda portfoliyamiz esingizda bo'lsa $3 million ga yaqin edi. Undan beri 50% zararda. Bu 50% zarar qanaqa zarar deb so'raganlar bo'ldi. Hozir necha foiz zarardasiz? Qanaqa nima? 2020-yilda, 21-yilda bozorga kirgan bo'lsak, o'sha 80% daromadni olib chiqqanman. 21da dekabrda chiqib ketganman. 22da nima deydi, o'quvchilarim aldashga yo'l qo'ymaydi. 22-yilning oxirlarida Aptos kriptovalyutasida yana ikkita aktivda esimda yo'q qanaqa, kommentariylarda eslatib yuboringlar. Aptosda yana ikkitasida endi bozorga chiqqanda oktyabr 2022-yil, 26 dekabr 2022-yil eng pastki nuqtalari $3,5 kirganmiz deb ayta olmayman. Chunki mana shu yerda men uni aniqlaganman. Bitta o'quvchilarimdan bittasi analiz qilib bergan, tekshirganman. Deyarli o'sha $4 bilan $6 ga sotib olishni boshlaganmiz.
toki $18 $14 sotib, $18 sotib chiqib ketganmiz. Mana shunaqa 2-3 ta yana loyiha chiqib, kuchli o'sish berganlar bo'lgan. 2022-yil 23-yil oktyabrgacha 3-4 ta savdo qilib, umumiy где-то 15% dan 20% gacha foyda ko'rganmiz butun depozitga. Keyin nima bo'ldi? 23-yil keldi. 23-yil ham bozorda panika vaqti edi. Bir nechta videolar chiqazganman YouTube'ga. Bu eng bozor pastliklari o'rtoqlar, hozir kirishni o'ylamasangiz, bilmayman qachon o'ylaysiz degan vaqtlarim bo'lgan. Unda ключевой stavkani, Amerikani protsentniy stavkani ko'rsatkichlari yilni ko'rsating. Maksimumlari deydi. Sentyabr 23, avgust 23 5%lik ko'rsatkich edi. То есть odatda bunaqa baland ключевой stavka bilan ishsizlik pasaydi. Men ozgina esimga tushirib yubordim. ChatGPTdan so'rab, ishsizlik qanaqa edi o'sha payt degan so'radim. 2022-yil iyundan boshlab 9 dan 3% atrofiga tushgan. Ishsizlik bu inflyatsiyani aytaman. Ishsizlik 4% atrofida bo'lgan deyapti-da. Bilmayman, bilasizlarmi yoki yo'qmi, oxirgi payt makroekonomistlar ko'payib ketyapti. Mana auditoriyam orasida ham bu, конечно, yaxshi, bilganingiz yaxshi. 5% dan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, odatda bu yomon ko'rsatkich bo'ladi. Ishsizlik baland deb hisoblanadi. Umumiy ekonomika qiynalayotganini aniqladi. 9% lik inflyatsiyadan 3% ga tushgan. Ключевой stavka ko'rdinglar 5% bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan, unaqa yomon ham holat emas, unaqa yaxshi ham holat emas. Shunga qaramasdan Bitcoinning narxi o'tga kirmaydi. Shunga qaramasdan Bitcoinning narxi deyarli to'xtamasdan $15,000 dan $100,000 gacha chiqdi. Orada to'xtadi. 25,000 bilan 30,000 atrofida turdi 3 oy. Mana shu 3 oy ichida 95% treyderlar yana pastga ketamiz. Bunga ilinib qolmanglar, protsentniy stavkalar baland, holat yomon degan treyderlar chiqdi, makroekonomist treyderlar. Shartiz qilishni boshladi. Bozor nabarot tepaga ketdi. Mana shu o'sishda Bitcoinda emas, altcoinlarda, IMX kriptovalyutasi, ICP kriptovalyutada yaxshigina o'sish oldi. Yaxshigina deganimda, IMXda eng pastliklardan olganman, 400% o'sish. 24-yilni boshida, yanvar oyida, o'sha eng cho'qqalarida deyarli aldamayapman. Fevralda bozor sekin tushishni boshlayotganda biza butun depozitimdan 50% ni sotib olganman. То есть mana oxirgi yillarning harakati mana shunaqa bo'lgan. 21-yilni dekabr oyida bozordan chiqqanman. 22-yil dekabrda yana 2-3 ta aktivga kirganman. Depozitni to'liqon emas, qisman umumiy depozit 15% atrofida bo'lgan. Foyda 24-yilning boshida portfolyoni 50% ni sotib olganman. Umumiy hisoblaganda portfolioga agar o'tadigan bo'lsak, umumiy hisoblaganda 24-yil 1.8 bilan adashmasam bozorga kirganmiz. Уже bu yoz oyida. Yoz oyida kirdik. Undan keyin bozor yana ozgina tushdi. 30%, 40% tushdi. O'shandan beri 24da boshida chiqdim 50% ga. Давайте efir misolida ko'rsatay. 24da chiqdim fevralda. Bir oy o'tgach mayda yana kirdim. Keyin efir yana tushdi 22% ga, altcoinlarim bir 30-40% ga tushdi. Keyin o'sish oldi 25-yilda. Yaxshigina o'sish oldi. Portfoliyoni miqdori esingizda bo'lsa, deyarli 3 millionga yaqin edi. Foizda bir 60 dan 80% edi. Bu yerda bozor cho'qqalarida yana efir boshqa altcoinlar tepaga ketadi deb sotganimiz yo'q. Hozir
rasadkamiz bozor mana bu cho'qqilaridan 50%. Lekin 21-yilni agar inobatga oladigan bo'lsak, 21-yildan beri deyarli hech qanaqa o'zgarmagan hisob 22-yilda 23-yildagi foydamizni hozir bozor olib qo'ygan. Lekin bitta yutuq, bu o'yilma kuchli yutuq, xudo xolasa agar altizonni oladigan bo'lsak yoki mini altizonni oladigan bo'lsak, agar 21-yilda bitta dona kriptovalyuta bo'ladigan bo'lsa, hozir bizda 1.3, 1.4 dona. Dollar ekvivalentda bir xil, lekin kriptovalyuta miqdorida ko'proq. Bozor o'sadigan bo'lsa, ko'proq miqdordan ko'proq foyda olinadi. Portfolio bo'yicha yana qaytib kelamiz videoni oxirrog'ida. Hozir o'rtoqlar Bitcoin dominatsiyasi to'g'risida gaplashgim kelyapti sizlar bilan. Bitcoin dominatsiya nimaligini eslatib o'tirmayman. O'tgan videolarimni ko'ring. Yaxshilab ko'ring, chunki ko'plar adashadi, Bitcoin dominatsiya adashadi deydi. Yo'q, bu adashadigan bir emas, bu nima deydi? Shunchaki bozorni holati. Bitcoinda qancha pul, ya'ni 64%, umumiy bozor 3.4 trillion bo'ladigan bo'lsa, o'sha 3.4 trillion 64% Bitcoinda. Bitcoinning hozir narxi $110,000. Odatda 2020-yil dekabr oyida xuddi shu почти что 64 hozir bo'ladigan bo'lsa, 2020-yil dekabrida 70% dan razvorot bergan. Ana o'shandan beri ofitsialni alt sezon boshlangan. Link misolida ko'ramiz. 2020-yil iyuldan mana boshlangan. Iyulgacha 19-yildan 20-yilgacha zona nakopleniyada $5 bilan $1.5 atrofida yurgan. Hozir o'xshash situatsiyada diapazon kengroq, bu $8 dan $22, praktiski bitta diapazon 100% mana bu diapazonda hozir yuribdi. Hozir bozordan chiqib ketishni o'ylayotganlar mana bu holat bo'lishi mumkin. Mana altizon bo'lgani yo'q. Mana altizon bo'lgani yo'q. Bu yerda o'zi altizon bo'lmaydi. Davay sotib chiqib ketay. Bam. Hozir bu haqida batafsil aytib beraman. Ungacha dominatsiyani o'zini analiz qilib turaylik. Men psixologiya haqida gapirmoqchiman, o'rtoqlar. Ko'pinglar 23-yil adashmasam izohda qoldiringlar. Menga juda ham qiziq. Ko'pinglar qachon kuzatishni boshlamadinglar. Qachon bozorga kirib keldinglar? O'zim o'quvchilarim bo'ladigan bo'lsam, 23-yil kirib kelishganda, starichoklar. 21-yilda qanaqa hissiyot bo'lganligini, qanaqa o'sishlar bo'lganligini, u o'sishda ular o'zligini qanaqa his qilganligini, qanaqa his qilishni bilishmaydi. Bitta shogirdim borlar, bitta emas, yetarlicha 2017da ham kirganlar bor. Ular hissiyotni bilishadi. Hozir mana shu hissiyotlar to'g'risida sizlarga aytib bermoqchiman. Bu hissiyotlarni kontrol qilish sizga kelajakda bu bozorda yaxshiroq pulingiz bilan boshqarishga yordam beradi. 2022-yildan beri protsentniy stavka baland, holat yomon, ekonomik Bitcoin oshib boryapti, lekin altcoinlar turibdi. Butun bozorning настроениясini Bitcoindan tashqari altcoin ham tashkillashtirib beradi. Bitcoinda o'syapti, altcoin ketidan o'sadigan bo'lsa, 3 yilning ichida biz buni 2 marta ko'rdik. Bitcoin o'sib boryapti, altcoinlar 300-500% ga o'sib ketyapti. 2 marta ko'rdik bu holatni, lekin oxir-oqibat altcoinlarning holati nima bilan tugadi? O'sish berdi shu 3 yilning ichida. Lekin o'sha o'sish qatdan boshlangan bo'lsa, yana o'sha joyga tushdi. Muammo mana shu joyda. Bu o'sishlarni odam eslamaydi. Chunki bu o'sishlar 2-3 oyda bo'lib ketdi, tushish 8 oy bo'lyapti. 2-3 oy o'sadi, 8 oy yana tushadi. Odamda tak-tak xayolida nima deydi, pamitida qoladigan narsa, bu yomon narsa qoladi pamitimizda. Uzoqroq muddat davomida bozorda nima bo'layotgan bo'lsa, aniq shu narsa qoladi.
Ya'ni bozor 2 marta kuchli o'sib bergan bo'lsa ham altcoinlar 2 marta kuchli o'sib bergan bo'lsa ham biz nima deymiz? Amerikaning holati yomon, kriptovalyutalarning holati yomon deymiz. Mana shu narsaga o'rganib qolganmiz. Altcoinlar holati jizo'r emas, to'g'ri aytyapsiz, lekin yaxshi vaziyatlar ham bo'ldi. Lekin ko'pchilik bozorni tushishiga o'rganib qolgan. Alt sezon u yoqda tursin, mini alt sezon to'g'risida odam o'ylashiga даже xayolning uchiga ham borayotgani yo'q. Bunga bizani bozor o'rgatib qo'ydi o'rtoqlar. Bitcoin o'sib ketyapti. Men $15,000 sotib olmadim, tushadi deb o'yladim. Zato altcoinga kirib oldim. Altcoindan foyda qildim. Lekin altcoin yana o'sha holatga kelib qoldi. Bitcoin esa harakatini davom etdi. Bitcoinda o'tirsam bo'lmasmidi, men jinni. O'tira olmasdingiz. Ko'pchilik o'tira olmasdi. Chunki qachondir bozorda plus minus bilib olasizlar, boshqalarni kuzatyapsizlar. Qachondir altcoinlarga periliv bo'lish kerak. Bitcoindan pul altcoinga o'tishi kerak. Aniq o'tishi kerak nimaga? Birinchi sabab bu. Bitcoinda foyda qilayotgan qatlam bor. U foyda qilayotgan qatlam o'ylayapti, to'shda dostoyni to'g'ri o'ylayapti, to'shda ular bizdan ko'ra bozorni yaxshiroq tushundi va Bitcoinda pul qilib oldi. Misol uchun Bobur Muidinov, kripto guruga kirgan inson shu $30,000 atroflarida adashmasam kirdim dedilar va men Bitcoinga o'shaman, altcoinlarni o'shamayman dedilar. O'ylashimcha bir $65,000-$70,000 ga ham o'shaganlar, ular ham sotib o'rganlar mana bu nuqtalarda. Chunki mana bunaqa raspilda odam, ayniqsa pastga ketayotgan raspilda odam nima deb o'ylaydi? Uxti, нисходящий график. Ya'ni нисходящий график deb aytmaydi, конечно. Чисто narxga qaraydi. $70,000 edi, 50,000 ga tushdi, 70,000 ga chiqdi. Hozir mana 55,000 ga tushdi. Uxti pastga ketib qolishi mumkin. Sotib yuboradi, periliv qiladi. Yoki ikkinchi variant, o'sha bozorda tajribasi borlar, нисходящий grafik bo'yicha ketyapti. Katta ehtimol bilan o'sha eng maksimumlarini yetib bo'ldi, boshqa bozor tepaga ketmaydi deb altcoinlarga odatda momentda periliv bo'lgan-ku altcoinlarga. Altcoinlar o'z momentda o'sgan, Bitcoin o'sishni boshlanganda. Bitcoin all time highlari 2019-yil $20,000 edi, 20-yil 19,000 dan o'tgandan keyin altcoinlar birgalikda o'sgan. Botgacha ham o'sgan, keyin botdan altcoinlar tushgan. Botga Bitcoin chiqqanda altcoinlar dalish tepaga ketgan. Ya'ni altcoinlarda holat mamnaqa ketyapti. Agar Bitcoinda holat mamnaqa bo'ladigan bo'lsa, altcoinlarda mamnaqa holat bo'lgan. Nimaga men buni aytayapman? Shu narsani ko'rgan inson, tarixni ko'rgan inson katta ehtimol bilan altcoinlarga kirishni boshlaydi. Bu juda ham logik harakat bo'lardi. Lekin shunaqa qilib ham altcoinlardan o'sish olmayapti. Bitcoinda o'tirsam bo'lar ekan degan fikr kelyapti. Lekin bor shunaqa qatlam Bitcoindan pul ishlab olgan. Altcoinlarni o'sishi nimaga kerak? Ana men to'g'ri harakat qildim. Birinchi Bitcoindan pul qilib oldim. Endi altcoinlardan pul qilyapman. Значит, Bitcoin yana dalish tepaga ketadi. Ya'ni Bitcoinda noto'g'ri aytdim. Bitcoinda o'tirgan insonlar sotmagan qatlam altcoinlarning o'sishi Bitcoinga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlab beradi. Manipulyator esa mana shunaqa vaziyatda sotishni boshlaydi. Manipulyator o'zi kim? U bormi? U aniq bor. Men unga ishonaman o'rtoqlar. Nimagaligini videoning oxirida Bitcoinning tokenomikasini yana bir bor eslaymiz. Deb qolasizlar. Manipulyator aniq bor. Manipulyator katta Bitcoinni zaxirasi unda. U foyda ko'radi, oddiy qatlamasa zarar bo'ladi, zararga kiradi oxir oqibat. Uzr. Bitcoin bilan altcoinlar yana nimaga o'sish kerak? O'sha Bitcoinda bo'lgan ishonchni yuqori qilib, Bitcoinga ko'proq odam jalb bo'lish kerak. Mana qaranglar, Bitcoin $15,000 dan $100,000 ga oshib ketdi. Bitcoin turibdi botda, aytaylik mana $100,000 gacha oshib ketdi. Bitcoin botda turibdi.
altcoinlar ham o'syapti. Qara, mana bu $15,000 dan $100,000 o'sdi-da, altcoinlar bor yo'g'i 2 oymi, 4 oy o'sib berdi. Endi hozir yana altcoin 2-3 oy o'sadi-da, Bitcoin dalish tepaga ketadi degan ishonchni singdiradi. Lekin Bitcoin уже tepaga ketmaydi, qayerdadir joyida qotadi. Men endi uni точно bilmayman. 150,000 bo'ladimi bu joy? 170,000, 180,000 bo'ladimi? Qayerdadir to'xtaydi. U yerda распределение boshlanadi. Agar уже boshlanmagan bo'lsa, bunga aksent qilib o'tirmaymiz Bitcoin bilan nima bo'lishini, chunki altcoinlar bilan ko'proq nima bo'lishini hozir men aytib bermoqchiman. Sal temadan uzoqlashdik. Bitcoin dominatsiya. Ya'ni Bitcoin dominatsiya, umumiy настроение tushundinglar. Umumiy настроение yomon. Bitcoin o'syapti. Bitcoin shikli faqat voy to'g'ri harakat qildim deyapti. Bitcoin shiklani ishonchini mustahkamlash uchun altcoinlar o'sib berish kerak. Bu bitta sabab. To'xtadik bunda. Endi yomon anunga o'tamiz. Yomon xabarga. Yomon xabar shuki, bu realnost. Bozorda 80% inson nimaga o'rganib qoldi? Bitcoin o'syapti. Bitcoindan tashqari hech narsa o'sayotgani yo'q. Altcoinlar dno yo'q bo'lib ketadi bular. Ishonmayman men bularga. Bitcoin dalish o'sadi. Настроение umumiy shunaqa, lekin Bitcoin dominatsiya bizga boshqa narsani ko'rsatyapti. Mana momentda qanaqa razvorot bo'lgan bo'lsa, 70 ta oil sezon boshlangan bo'lsa, katta ehtimol bilan shu 70 oralikdami yoki даже mana shu hozirgi 65 tami, bu yerda ham сопротивление bor, adashmasam 67 da. Чисто математически o'ylab qarasa, faqat o'sib ketavermaydi bitta aktiv. Qachondir razvorot bo'lish kerak. Хотя бы bunaqa minimalniy. Хотя бы mana shunaqa minimalniy razvorot bo'lish kerak. Doimiy o'sib boravermaydi. Bitcoin dominatsiyasi o'sib boryapti degani Bitcoin o'sib boryapti degani. Bitcoindan hech qayerga pul chiqmayapti degani. Bunaqa bo'la olmaydi. Chunki altcoinlar o'sishi kerak. Altcoinlar nimaga o'sishi kerakligini bitta sababini sizlarga aytdim. Ishonchni, Bitcoinda ishonchni mustahkamlash uchun. Bitcoinda nimaga ishonchni mustahkamlash kerak deb so'raydigan bo'lsangiz, chunki Bitcoinda eng katta pul miqdori. Bitcoin manipulyatorlar eng katta daromadni Bitcoindan qilgan. Men buni sizlarga videoning oxirida Bitcoin tokenomikasini, manipulyatorlar qanaqa foyda ko'rganligini aytib beraman agar vaqtimiz yetgan bo'lsa. 20 minut уже gaplashib bo'lmas. Qachondir tushish kerak, bu чисто математический. Yana bitta narsa, buni men ustozimdan eshitib qoldim. Yana bitta narsa, momentdagi Bitcoin dominatsiya holati bilan hozirgi Bitcoin dominatsiyasining holati har xil. To'ppa-to'g'ri. Nimaga? Chunki mana bu yerda Bitcoin dominatsiyasi pastga tushib boshlaganda Solana kriptovalyutasini agar oladigan bo'lsak va uni kapitalizatsiyasiga qaraydigan bo'lsak, 21-yil, to'g'rimi? 21-yil mart oyi Solanaga qaraydigan bo'lsak, 21-yil mart oyi qani? Mart. $4 milliard. Hozir esa $92 milliard o'rtoqlar. $4 milliard unda edi. $94 milliard hozir. Lekin Bitcoin dominatsiyasi bitta nuqtada. Bitcoin dominatsiyasi yana bir marta qiyinroq informatsiya bo'lishi mumkin. Bitcoin dominatsiyasi bitta nuqtada, lekin altcoinlar hali ham juda ham katta. Bu nimani bizga ko'rsatadi? Agar чисто математически hozirgi bozor holatni 60 ga qo'ygan bo'lsak, hozirgi Bitcoin dominatsiyasining 64% agar 21-yilga chaqadigan bo'lsak, bir 80%. Bir 80%. Ya'ni yana bitta sabab to, что 70% gacha Bitcoin dominatsiya chiqmaydi. Yaqin vaqtda ichida, bilmayman qachon bu bo'lishi mumkin. Vaqtni mendan so'ramanglar. Yaqin 24-yildan ancha yaqinroqmiz. Chista kalendar oladigan bo'lsak, yaqin vaqt orasida, ya'ni dominatsiyaga ko'ra razvorot yaqin. Mini alt sezon bo'ladimi? Korreksiya ozgina bo'lib turib yana tepaga ketadimi? Yoki to'liqona alt sezon bo'ladimi? Bitcoin dominatsiyasi 40 ga 50 ga ketadimi? Bunga ham bitta buni tahlil qilib beradigan narsa bor. Mana o'sha yerda ключевой stavka keladi. O'sha yerda ключевой stavka keladi, o'sha yerda makroekonomika keladi. O'rtoqlar, bitta narsa.
makroekonomikani to'liqona mana shu fakt ekan, bir oyda bir marta hisobot chiqar ekan, mana shu hisobotga ko'ra bozor yuradi. Unaqa yurmaydi. Ham makroekonomika, bozor psixologiyasi, manipulyatorlarning pul ishlashi, tokenomika, mana shu narsani jamlagan holda bozorda harakat qilish kerak. Chunki 2023-yildan beri 25-yilgacha faqatgina makroekonomikaga tayanganingizda bozorda ishtirok etmagan bo'lardingiz. Любой makroekonomistdan so'rang. Men kuchli makroekonomistlarni bilaman. Kimdir portfolyosini ko'rsatadi, kimdir portfolyosini ko'rsatmaydi. Portfolyosini ko'rsatadigan ham bozorga kirmagan. Bozor holati yomon deb, Amerika yomon holatda deb o'tirgan. Kriptovalyuta o'smaydi deb o'tirgan. Portfolyosini ko'rsatmaydigan ham shunaqa degan. Portfolyosini ko'rsatmaydigan endi aldab qo'yishi mumkin. Mana men kirdim, mana men ishtirok etdim, mana men foyda qolmadi deyishi mumkin, lekin odatda nima bo'lishini Xudo biladi. Faqatgina makroekonomikaga tayangan holda siz bozorda o'sishlarni o'tkazib yuborgan bo'lardingiz. Mana shu narsa bu videoni asosiy messenjlaridan biri. Endi bitta qo'rquv haqida, ключевой stavka. Mabodo agar tushadigan bo'lsa, bozorda flash crash bo'ladi. Ya'ni bozor juda ham shu koronavirus damp qanaqa bo'ladigan bo'lsa, 2020-yil Bitcoin 19 mingdan 3 ming dollarga qanaqa tushib ketgan bo'lsa, mana shunaqa tushib ketishi mumkin. Nimaga? Chunki ключевой stavka tushish arafasida. To'g'rimi gap? To'g'ri gap. Misol uchun ko'rishimiz mumkin, mana 19-yil iyun oyi tushishni boshlagan, 20-yilda уже полностью nolga tushib bo'lgan. Mana shu tushish arafasida Bitcoin ham, S&P 500 ham, Amerikaning 500 ta kuchli kompaniyalari ham keskin qulagan. Mana bu holatni ko'ramiz 19-yil. Mana bu korreksiya. Hozir xuddi shunaqa mabodo tushadigan bo'lsa, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin исключениялар ham bo'lgan. Mana shu narsaga e'tibor berishni xohlardim. 2008-yil исключение bo'lgan ekan. 2008-yil исключение bo'lgan. Bu sentyabr 2007dan boshlab toki yanvar 2008 gacha 5% dan 4,5% ga tushish arafasi. Mana shu tushishda odatda mana men aytdi 2019da qatta mana 2019da tushishi bilan sразу S&P 500 qulagan, sразу. Razvorot bo'lishi bilan. Lekin mana bu yerda tushganda, lekin qulamagan. Qulamagan S&P 500. (2008-yil). 2007-yil sentyabr. 2007-yil sentyabr. Mana 2007-yil sentyabr 1400 dan 1600 ga o'sib ketgan, 10% ga o'sgan. Ozgina turib, уже apreldan tushishni boshlagan. Ya'ni bir necha oy tepaliklarda ushlanib qolgan. O'ylayman, agar mana shu narsani mabodo bo'ladigan bo'lsa, ключевой stavka hozir tushishni boshlasa, mabodo nima bo'lishi mumkin? Xuddi shunaqa holat ham takrorlanishi mumkin. Bu holat S&P 500 da mana bunaqa ushlanib turadigan bo'lsa, 10% ga metda o'sib bergan, keyin mana metda ushlanib bergan, altcoinlarda Bitcoinda manipulyativniy kichkina bozor bo'lgani uchun bu yerda manipulyatorlar oldindan qanaqa holat bo'ladi, Trump nima qiladi, qanaqa stavkalar qiladi, sizlik nima bo'ladi, o'shani oldindan taxminni kuchliroq qiladigan insonlar nima qiladi? Manipulyatorlar Bitcoinni maksimum, Bitcoinni bilmayman necha pulga chiqishini, 150 mingdan bo'lishi mumkin, boshqasi ham bo'lishi mumkin. Altcoinlarni vizyorni qiladi. Pantera Capital, Sequoia Capital, Jump Trading kabi katta investorlar bu bozordan foydasini olmagunicha mini altizon, хотя бы mini altizon qilmasdan ketmaydi. Meni o'ylashimcha. Adashishi mumkinmi? Adashishi mumkin. Bu bozorda adashishga tayyor bo'lmagan inson qiladigan ishi yo'q. Aniq pastdan kiraman, pastdan kirib olib, aniq tepadan kiraman. Unaqa insonlar makroekonomistlar. 2023-yildan 2025-yilgacha o'sishlarni o'tkazib yuborgan makroekonomistlar.
Hozir ham biz unaqa emasmiz, biz v momentda foyda qilishga harakat qilamiz. Bozor yomon holatida bo'lsa ham, mana bunaqa razворotlarda bu manipulyativniy rынок o'sha biz xohlayotgan foydani minisini ham berishi mumkin. Mabodo shu makroekonomikani nimaga kuzatishga o'quvchilarim ham o'rganishni boshlaganiga xursandman. Mana shu holatni menga yetkazib turishadi. Men bu yerda kripto olamni manipulyatorlarni yaxshiroq taniganim uchun bilimlarni jamlagan holda qanaqadir to'xtamga kelamiz. Mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Unaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa esa flash crash bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha to'laqona alt sezonni kutishdan nima deydi? Qo'rqmasligimiz mumkin deb o'ylayman. Bu gaplar как будто bu gaplar bilan videoni tugatsam bo'ladi, lekin yana gapiradigan gapim bor. Ya'ni xuddi shuncha aytganimdek bu Bitcoinni tokenomikasini yana eslatib qo'yaman. Hozir bozordan chiqish kerakmi ekan? Mabodo flash crash bo'lib qolishi ham mumkin-ku. Flash crash bo'lib qolishi mumkin. Bozor riskga tushishi mumkin. Chista любой narsani olaylik, любой sabablarga ko'ra. Tushsa bozor. Hozir bozordan chiqib turgani ma'qulmi? Yanvar oyida kirdim, bozor tepaliklarda kirdim, 50%, 70% zarardaman. Hozir mana holat yomonligida balki chiqib turardirman. 50% yana pastroqdagi narxlar tushganda kirib olaman. Altcoinlarda bunaqa holat bo'lishi mumkinmi yoki yo'q? Shuni tushuntirib beraman. Tak, hozir chiqish kerak. Давайте o'sha link misolida gaplashib o'tamiz. Link eskiroq kriptovalyuta, ya'ni ancha yil oldin chiqqan loyiha. Shuning uchun bunda udobni bo'ladi ko'rsatish. В целом bozorga chiqayotganda 49 sentdan chiqqan 19-yil. Adashmasam Bitcoin srazu o'sib ketgani uchun unda 19-yilda ko'ramiz. 19-yil iyun. Da. 19-yil iyun. Подпискам что-то ishlamabdi TradingView'da. Mart 19-yil. Tak, Bitcoin endi ko'ramiz. Mart 19-yil. Mart 19-yil Bitcoin. Da, Bitcoin ham mana shu o'sish arafasida bo'lgan. 2018-yil yanvar Bitcoin o'zini all time high'larini, ya'ni $20,000 chiqqan. Hamma shu qilgan, wow, Bitcoin eng kelajak, lekin tezgina juda ham $3,000 tushgan. 3,000 mi? Da, $3,200 tushgan. $3,200 keyin o'sha 19-yilda boshlanishi toki iyulgacha yarim yilda $12,000 chiqqan, lekin all time high'larini urmagan. Yana bir marta buqa bozor, o'tgan buqa bozor 21-yilda bo'lgan. Mana bu buqa bozor 1 yil davomida davom etgan. Bu yerda ikkita cho'qqalar bo'lgan. 69, 64, 69, 30 atrofida yurgan. 2017-yil esa bozor kichkinaroq bo'lgani uchun bitta cho'qqa bo'lgan. Mana bu o'sishda manipulyatorlar sotganini sotib olgan. O'ylashimcha Bitcoinda jam unaqa kuchli sotish bo'lmagan. Kuchli sotishlar Bitcoinda mana shu yillar bo'lgan. Ajiotaj juda ham baland edi. Xuddi shunaqa ajiotaj, bundan ham ko'proq ajiotaj ETF davlatlar qabul qilyapti va hokazo. Infopod juda ham keng tarqalgan hozir. Shuning uchun ham agar manipulyator sotayotgan bo'lsa, yaxshigina narxlarda ular sotyapti. Ya'ni ko'rsanglar bo'ladi, как будто bu yerda bitta cho'qqa, bitta ikkita cho'qqa, bu yerda 3ta cho'qqa bo'lishi kerak. Chista tarix agar oladigan bo'lsak. Mayli, boshqaroq mavzuga o'tib ketdik. Hozir ana savoliga javob beryapmiz. Bozordan altcoinlarda hozir 50% o'tirgan inson pozitsiyalarni sotib pastroqda olishi kerakmi? Stoyitmi? Linkka agar o'tadigan bo'lsak, eskiroq kriptovalyuta aytganimda Bitcoin bilan birgalikda o'sgan 50 sentdan toki $3,5 700%, $3,5, $4 bilan $1,5 orasida yillar davomida, 1 yil davomida turgan. O'ylayman bu yerda hech qanaqa sotuvlar bo'lmagan. Mana bu yerda sotib olgan insonlar
katta investorlar bu yerda sotmagan, chunki bu yerda sotib ketganda mana bu o'sish bo'lmagan bo'lardi. Ni в коем случае bo'lmasdi. O'sish qachon bo'ladi? Buni aniq любой bilan bahs qila olaman. O'sish altcoinlarda qachon bo'ladi? Qachonki emissiyani 70% ga yaqin bitta kошелёкlarda bo'lsa agar. Aytishi mumkin, on-chain analitiklar ana 100 ta kошелёкlarga bo'lim tashagan u deyishi mumkin. 100 ta kошелёк bitta odam emasligini sen qayerdan bilasan? Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, bunaqa o'sish ko'rsak bo'ladi. Shunaqa o'sish bo'ldi altcoinda. Zona накопления 19-yil bilan 20-yil orasida, 20-yil mart oyi ko'ryapsiz, koronavirus bo'ldi, ключевой stavka tushishni boshladi, virus keldi, S&P 500 lik quladi, hamma narsa quladi, altcoinlar quladi. $5 bu yomon holat. No, восстановлениeni qarang. 1 hafta, 3 hafta davomida tushyapti, 2 hafta pastda turibdi, 1-2. Ko'ryaptimi, ko'rmayaptimi? 3 hafta pastda turibdi, keyin tap bitta switcha tepaga mana bu yerda ozgina turib, tap 3 ta switcha bilan tezgina ускорение bo'lib ketyapti. Ya'ni bu yerda zararga kirgan insonlar xuddi hozirgi vaziyat cho'qqilada kirgan, xuddi yanvar 25-yil cho'qqilada kirgan. Shu bilan solishtirsak bo'ladi-da. Bu yili eng cho'qqilarida. Hozir bozor уже yanvardan beri korreksiya qilib bo'ldi, 55% korreksiya qilib bo'ldi. Восстановлениeni qarang tezligini 3 hafta davomida eski joylariga chiqib bo'ldi. Eski joylariga chiqib bo'ldi. Bu yerda ozgina turib, bu yerda nima bo'lgan? Bu yerda распределение bo'lgan. Men agar Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, ana chiqazdim. Video chiqazdim. Madina Kamilova bilan podkastda zona накопленияda yilni boshida bo'ldi, ketdik biza tepaga deb o'yladim, lekin yana tushdik. Mana men holatda deb beraman. Mana 60 da mana shunaqa holat bo'lgan. Hozirgi holat ko'rsatmayman, 60 da mana xuddi shunaqa holat bo'lgan. Mana biz hozir ketdik deb o'yladik, lekin biz tushdik. Endi men bu yerda o'quvchilarim bu yerda charchagan payti bu yerda haftalar davomida pastda hozir turibmiz. Tezgina bu chiqib olib, ya'ni eski narxlarimizga BU ga chiqib olib, sarmoya kiritgan bir simimiz tam 40 sim, 50 sim bo'lib qoldi. Bu yerda 50 sim bo'lib turib, yana bir simga qaytdi-da, bo'ldi, men bu bozorga ishonmayman boshqa deb chiqib ketadiganlar juda ham ko'p bo'ladi. Bo'ldi, ana ключевой stavka baribir ham baland. Hozir mana virus keladi, yana dam bo'ladi deganlar ko'p bo'ladi. Bo'ldi, men уже yil davomida zararga kiryapman, charchadim deganlar juda ham ko'p bo'ladi. 60 da ham xuddi shunaqa mana bu yerda bo'lgan. Nima uchun tezgina восстановление bo'lganda 1, 2, 3, 4 haftada eski narxlarda qaytganda, ammo yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hafta davomida 2 oymi bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? 3 oy bo'lyapti. 3 oy davomida mana bu yerda tapchatsa qilib turibdi. Nima uchun mana bu yerda uzoq vaqt davomida turibdi? Chunki mana bu движениeni ko'rgan inson nima qiladi? Men zarardan chiqib oldim. Endi hech o'sa qolmayapti. Mana bu yerda turibdi. Mana tushadi. Mana tushadi. Mana bu yerda bunaqa switchlar ham bo'lyapti. Ko'rasizlarmi? Ekstremumlar. Mana tushadi deb, mana shu yerda уже smena ruk bo'ladi. Ya'ni hozir o'zim o'rgatgan narsam, parovozda odam ko'p bo'ladigan bo'lsa, parovozda chiqazish qiyin bo'ladi. Hamma ham foydaga chiqa olmaydi degan gaplarni 24-yil davomida qilib keldim. Shogirdlarim ham, umumiy bozorda ishtirokchilar ham mana shu gapni ushlab olgan. Hozir ko'plar alt sezonni boshlanishini kutyapti. Значит, alt sezon bo'lmaydi. To'g'ri, market konsensusga qarab hamma xil deyaptimi? Значит, скорее всего, yo'q degan narsa market konsensus bor narsa. Lekin tangani boshqa tomonidan ham analiz qila olishni bilish kerak. O'ylashimcha, hozir ko'pchilik bozorda, lekin
market maker videosi bor kriptogurudagilar eslasanglar 4 soat davomida videolar ko'rganmiz. Market maker qanaqa qilib bozorni, qanaqa qilib altcoinlarni boshqarishini tushuntirib bergan edi. Smena ruk, qo'l almashuvi nafaqat bozor tushishida, nafaqat bozor tushayotganda odamlar qo'rqib sotib olishdan iborat, balki bozor tepaga chiqib ketayotganda ham, tepada konsolidatsiya qilib bizani nervimizni o'ynab, ana zarar dedim. Tepada konsolidatsiyada BUga chiqib yordim. Mana shu summamni olib chiqib keta qoling. Smena ruk nafaqat pastga tushayotganda, balki tepaga ketayotganda ham almashadi. Lekin almashishdan oldin, mamnaqa palkalar ketishidan oldin nima bo'ladi? Mana bu yerda ham bu narsani ko'ramiz. 3 hafta davomida turibdi. Ko'rasizlar? Mana bu yerda ham bu narsani ko'ryapmiz. Haftalar davomida turibdi. Korreksiyadan keyin ayniqsa qo'rqinchli vaziyat. Korreksiya, подтверждение, будто ложный пробой, pastga ketdi. Ana, chizib beribdi mana. Bo'ldi, ketdi pastga. Yo'q. Ketdi tepaga. Bu yerda ham ko'rasizlar, 1 2 3 palkalarni qaranglar, kattaligini. Hafta davomida juda ham keskin o'sish bilan tepaga ketyapti. No? Shake out qilib, chiqazib yuborib, qo'rqitib. To есть, nima demoqchiman? O'sishda mana shunaqa pauzalar bo'ladiki, mana bu yerda qanaqadir korreksiya ko'rishimiz mumkin. Lekin o'sishda juda ham tez 2 hafta, 3 hafta davomida восстановиться qilib olib, keyin nimani ko'ramiz? Turamiz bu yerda, ketdi. Turamiz bu yerda, ketdi. Mana shu har turishimizda odamlar nima qiladi? Shubhalanadi. Odamlar shubhalanadi. Mana bo'ldi, mana shu o'sish yetadi. Mana shu o'sish bo'ldi pastga. Chunki 3 yil davomida Bitcoin dominatsiya tepaga. Bitcoin tepaga 15 mingdan 110 mingga, altcoinlar faqat pastga. O'ssa 3 yil ichida 6 oygina o'sib berdi. Qolgan payt pastga. Makroekonomik holat yomon, chiqish kerak. Ana savolga qisman javob berdim. Nimaga hozir bozordan chiqish xavfliligini aytdim. Endi davaychi yana yaxshiroq matematikani yordamida, oddiy matematikani yordamida tushuntirib beraman. O'sha yilning kriptovalyutasi. Davaychi arbitrumni olaylik. Davaychi arbitrumni olamiz. Arbitrum loyihasi qo'rqinchliroq kartina bo'ldi. Tak, mana bu bizga kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Arbitrum kriptovalyutasi 50 sentdan chiqqan, 2 dollarga bordi, 2 dollardan 80 sentga tushdi. 80 sentda turib ozgina, ya'ni 2 dollarga chiqdi. Kimdir aytishi mumkin, mana ularni zona распределенияsi bu yerda anchagina foydada chiqib ketgan ular. Yo'q o'rtoqlar. Bu nuqtalarda bizani YouTube'da Arbitrum kriptovalyutani to'liq analizi bor. Tavsifida описаниеga kiradigan bo'lsangiz, u analizning davomi bor. O'sha yerda ko'ring. Biz hisoblaganmiz. Hozir endi analiz qilib o'tirmayman, video uzun bo'lib ketadi. 44 minut, 1 soatga uspet qilishimiz kerak. Bu yerda hisoblab chiqdik, Arbitrum kriptovalyutasida 200 million dollar katta investorlar foydada. Ularning o'rta narxi bozorga sarmoya qilgan bitta Arbitrum ularga adashmasam shu 10 sentlardan tushgan. Hozir ular 200% foydada, lekin 200% foydada bo'ladimi? 1000% foydada bo'ladimi? Likvidnost agar bo'lmaydigan bo'lsa, ular sotish olmaydi. Bitta narsa likvidnost bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi razlog bo'lishi kerak. Vesting degan narsa bor. Ben mana shu narsani sanab chiqib, biz shu xulosaga keldikki, 200 million dollar sof foydasi bor. Bu aktiv hozir pastda, holati uдручающий holat, juda ham qo'rqinchli holat, lekin shunga qaramasdan mana bunaqa palkalar bilan o'sishidan aniq bilmayman. Arbitrumni sotib oling demoqchi emasman. Menda bor. O'zingiz biling, o'zingiz hal qiling nima qilishni.
mana bunaqa narsadan to'xtatadigan narsa yo'q. Tushirish mumkin bu aktiv, lekin 2-3 haftani ichida точка anunga bezubытkaga keladi. Misol uchun meni o'rta narxim adashmasam 80 sent arbitrumda. Hozir 50% zarardaman bunda. Agar bozordan chiqib ketayotganlar shunaqa xulosaga keladigan bo'lsangiz, значит, siz mana bu analizimizga ishonmaysiz. Tokenomika fondlar kiryapti, foydasini realizatsiya qila olmayapti, chunki kapitalizatsiyasi kichkina, puli sig'maydi buni kapitalizatsiyasiga. Mana shu analizlarga umuman ishonmayapsiz. Na minutочку yaqinda xabar chiqdi, Tramp kriptovalyutasi. Tramp kriptovalyutasi cho'qqalarida 3 oymi 4 oy davomida 6 milliard dollarga yaqin kapitalizatsiyaga erishdi. Chiqdi. Keyin hisobot chiqyapti. Ofitsial hisobot, по-моему, adashmasam Trampning komandasi chiqazyapti. Esimda yo'q. Kimdir chiqazyapti hisobot 300 million dollar. Trampdan foyda qilgan yaqinlari, yaqin atrofdagilari 300 million dollarlik foyda qildi. Bizning analizimizga ko'ra, kriptoguruni eslanglar bolalar. Kapitalizatsiyadan 10-30% likvidnost cho'qqalarida, buqa bozorida shunaqa bo'ladi. 30% gacha aktivda siz, misol uchun Solana kriptovalyutasi 90 milliardning kapitalizatsiya, bozor aktiv paytida mana 25-yil boshi, 24-yil oxiri aktiv payti edi 126 milliard. 126 ni shu aktiv paytida haqiqiy puli 126 milliarddan haqiqiy o'tda agar katta investor sotmoqchi bo'ladigan bo'lsa, katta investor halam bilan emas, Multicoin Capital. Multicoin Capital agar ulushini sotmoqchi bo'ladigan bo'lsa, 126 milliardni maksimum 30% ni sota oladi. Ya'ni 126 milliarddan 30% o'tda haqiqiy pul. Kalkulyator qani? Kichkinaligini. 120 milliard. To'g'rimi? 120 millionmi bu? 120 million. Minus 30%. 84 million. Ha? 84 million emas, yo'q. 40 million. 400 million. 400 million adashmayotgan bo'lsam, charchadim. Hisoblab o'rganglar. То есть 30% o'tda haqiqiy pul o'rtoqlar. 30% o'tda haqiqiy pul. Trump coin'da 6 milliard kapitalizatsiya, 20% chiqyapti. 322 million foyda qilib olishgan. Ko'prog'ini qilish olmagan. Chunki ko'proq puli o'tda yo'q. Shu analizimizga ko'ra, men Trumpdan уже chiqqandan keyin hisobot bildimki, bizning analizimiz to'g'ri. Любой ko'pgina altcoinlarda holat shunaqa. Agar mabodo kimdir hozir chiqmoqchi bo'lsa, flash crashni oldindan bila olaman, koronavirusning oldindan bo'lishini bila olaman deganlar, bilmayman, unaqa inson bormikan o'zi. Flash crashni oldindan ayta oladigan ko'rsatkichlar shunga hidini qiladi, keltiradi. Lekin u ko'rsatkichlar bilasizlar-ku, zahoti o'zgarib ketadigan narsa. Flash crash bo'ladi deyotgan joyda uzoqlashishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Hozir prezident Trampning hozir harakatlari bilan soqqakash, maksimalni soqqa qilib keyin balki bozorni tushiradi. Lekin bozorni tushirmaslikka ham harakat qiladi. То есть o'shanunga qaytamiz. Mabodo hozir bozordan chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu aktiv Link kriptovalyutasi aytaylik, nimaga bozordan chiqasiz? Shu 60% li yana tushishni kutyapsiz-da. 20% li tushishni kutmayapsiz-da. Uning uchun siz bozordan chiqib o'tirib riskovat qilishingiz ne stoyt. Shu 60% ni kutadigan bo'lsangiz stoyt. Agar shu narsani oldindan bila olsangiz, zo'r. Yaxshi.
harakat qiling, lekin mani analizimga ko'ra, men ishonganim analizimga ko'ra, bozorning holatini ko'rayotganimga ko'ra 60% ga yana bu aktiv tushadigan bo'lsa, mana bu zona накопления, ya'ni 2020-yil start bergan nuqtasiga yana tushadi. Bu yerda o'ylayman 2,5 yil davomida katta investorlar bu uchun yig'magan, hozir yana botga narx tushsin-da, yana botdan odamlar kirib olsin. То есть bozor momentni накопление qilib bo'lishgandan keyin bu yerda hammasini sotisha olmagan. Vaqt yetmagan ularga foydasini chiqarish uchun. Любой boshqa loyihani ham qaraydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa holat. Da, o'sha link kriptovalyutasida ham xuddi shunaqa holat. Yana eslaymiz. Palkalar, ko'rasizlar palkalar. 7 hafta davomida. Nimaga videoning boshida aytdimki, altizon 7 hafta davom etishi mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hafta. Lekin mana aytishingiz mumkin, dalsha vaqtda ko'rinmayotgan ekan. Ya'ni men bu haftalarni sanadim. 1 2 3 4 7 8 xullas, mana ametgacha. Keyin aytishingiz mumkin, hop, keyin bozor tushib, link tushib $9 yana ketdi-ku deyishingiz mumkin, da, lekin bu yerda pechatniy stanok ochildi. Pechatniy stanok juda ham keskin ishladi bu yerda. Real odamlarda pul ko'paydi, manipulyatorlar o'yinni cho'zdi. Meni xulosam o'rtoqlar, mana shunaqa как minimum o'sish bo'lishi kerak. Mabodo krizis boshlanib qolsa ham mana shunaqa o'sish bo'lishi kerak. Как minimum bu vaqtda 300% o'sish. Agar flash crash bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mягкая посадка qilib Trump zarishat qiladigan bo'lsa, endi uni makroekonomistlardan so'rab maslahatlashamiz. O'sish, bitta korreksiya berib, o'sish davom etadi. O'sish davom etadi. Mana shunaqa holat. Как minimum mana shu narsani, mana 3 karra o'sishi lично o'zim kutyapman. 3-holat ham bo'lishi mumkin. Bu уже 2017-yilga o'xshab to'xtamasdan katta palkalar bilan boshqa nerealniy boshqa diapazonga chiqazib olib, all time highlardan yuqori 52 dan tam $80-100 chiqazib yuborishi mumkin. Keyin juda ham keskin pastga tushayotganda ishoning, $20 dan $100 ga chiqqan aktivni ko'rgan inson va uni sotib olmagan inson uni $70 da $50 ga tushganda sotib oladi. Mana shu yerda zbit paydo bo'ladi. Mana shu yerda massa kirishni boshlaydi. Siz ham agar o'sha chiqib ketganlarning qatoridan bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu palkalarni ko'rganingizdan keyin ishoning, bozorda o'zingizni qanaqa his qilishingizni men aytib bera olmayman. Menda o'qib chiqqan bo'lsangiz, balki taqdirga tan berib kirmaysiz. Menda o'qib chiqmaganlar qolgan massa hozir makroekonomikaga ko'ra flashga kutyapman, chiqyapman, chiqib ketganlar mana shu o'sishda kirib oladi. Botdan chiqib ketib, qimmat narxlardan kiradi. 2017, 18, 19 yillarda, 20 yillarda bozorda bo'lgan insonlar izohda iltimos shu oxirgi gaplarimga tasdiq qoldiringlar. Endi bozorga kirib kelayotganlar qanaqa odam o'zgarishini tushunib, anglab yetib. O'rtoqlar, 55 minut, давайте yana 10 minut nima haqida gaplashamiz? Bitcoin. Bitcoin 0 bo'lishi mumkinmi yoki 250 ming, 500 ming dollarmi? O'ylayman, juda ham o'ylayman bitta ko'rishda bu videoni o'zida 2-3 ta mavzuni gaplashdik-da. 2-3 ta mavzuni gaplashdik. Bu videoni agar 2 marta ko'radigan bo'lsangiz, tez xulosa chiqazib, hate qilib o'tirishga vaqt olmaysiz-da. 2 marta ko'ring shu videoni, yaxshilab anglang. Keyin o'zi hate'ingiz bo'lsa, hate yozavering. Bir marta ko'rgandan tushunish juda ham qiyin, tajribasi bor bolalarga. Xullas, nima kutayotganligimni tushundinglar, o'rtoqlar. Oxiriga yetibman o'zi. Xulosa ham qilib qo'ydim. Qaytarilib o'tirmayman. Tak. Zametkamni qaraychi, qolgan mavzular, hammasini mavzularni gaplashib o'tdik. Hamma mavzularni gaplashdik.
Davайте endi Bitcoin haqida gaplashamiz. Bitcoin 0 degan playlistim bor YouTube'da. Playlist degan joyga kirsangiz Bitcoin 0 degan video bor. Ikkita, adashmasam ikkita. Bitta точно bor. Hozir rasm topish esimdan chiqdi. Bitcoinning tokenomikasi bor. Tokenomika deganda Bitcoin 21 millionta umumiy hisobot bo'ladigan bo'lsa, bozorga o'sha son miqdor chiqish jadvali bor. Mana Bitcoin sразу 21 millionta bozorga chiqa olmagan, yo sekin chiqqan. Yo, sekin chiqmagan. Birinchi 4 yilni ichida 60% emissiya bozorga chiqqan. Birinchi 4 yilning ichida 60% emissiya bozorga tarqatilgan. Bu nimani anglatadi? Bitcoin boshida hech kim bilmagan. 10-yildan 15-yilgacha hech kim bilmagan. Hech kim bilmagan payt Bitcoinni Bitcoin arzon paytida miningni Bitcoinni arzon qopiga yig'ib olish imkoni bo'lganda birinchi qo'llaga 60% bozor Bitcoin ketgan. Qatga unaqa ular shoshilishgan. Nimaga? Misol uchun boshqa loyihalarga o'xshab, altcoinlarda bor shunaqa loyihalar 10 yilga tarqatib beradi. 10 yil davomida bozorga sekin-sekin chiqadi, qiymatini yo'qotmaslik uchun. Oddiy insonlar bo'lmagan, videoda batafsil gapirib berganman, ko'rasizlar. Oddiy insonlar bo'lmagan, katta ehtimol bilan o'sha Bitcoinni manipulyatorlar. Bitcoin manipulyatorlari, men ichimdan ishonamanki shunga, to'shto bu 15 mingdan 100 mingga oshib ketgani faqatgina qanaqa oshib ketishi mumkin? Aytganimda grafikda ko'rsatib berdim. 70% emissiya bitta qo'llida bo'lsa, ana o'shanda o'sish bo'ladi. Keskin o'sish o'shanda bo'ladi. Boshqa hech qachon unaqa o'sish bo'lmaydi. Oddiy insonlar keldi, pechatni stanok yoqildi, hamaklar oddiy investorlar pul olib kelishni boshladi. M2 ko'paydi, bozorda likvidnost ko'paydi. Yo'q. Bozorda likvidnost ko'paygani zbit ko'paygani degan. Bozorni o'stirib beradigan shaxslar aniq. Ular bor, men ularga ishonaman. Borligini aniq bilaman. O'stirgandan keyin просто savol. Pechatni stanok yoqilganmi? M2 yuqorimi? Likvidnost yuqorimi? Likvidnost yuqori bo'lgan bo'lsa, значит biza tepaliklarda ushlab qolamiz aktivni ko'proq. Odam ko'rsin, mana bitta kriptovalyuta $10 bilan $30 atrofida yuribdi. Uxti, $10dan 30 ga chiqdi. Hozir mana yana 15, 10. Uxti sotib olaman. 15 dan sotib oladi, 30 ga chiqdi. Uxti, yaxshimi sotib olman. То есть mana shu jarayon sizda bo'ladi. Sizdan keyin kelganlar tarix ko'radi-ku. $30 chiqqan, 15 ga tushgan, $15da siz o'rtog'ingiz bo'lsa, u o'rtoq sotib olganman men. Qara, 100% daromaddaman. $30, hozir yana 15 ga tushsa, yana sotib olish imkoni bor. Sotib oladi u ham. То есть maksimalni ko'p inson mana shu diapazonda kirib keladi. U diapazonga chiqazib olish mana bunaqa palkalar bilan chiqazib olish bu oddiy odamlarning qo'lida emas. Oddiy odamlarning qo'lida mana bu payt eng tepa nuqtalarda sotib olish. O'rtoqlar, menda bo'ldi. Ikkinchi agar 60% emissiya bitta qo'lida bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Bitcoin bilan xayrlashyapti. 2021-yil 1 yil davomida cho'qqalar 2 marta, mana 2017-yil bitta cho'qqalar bo'lgan. 2021 ikkita cho'qqa. Bu safar уже ikkita cho'qqa bo'ldi. Mana bu yerda turdi ancha. Mana bu yerda turibdi ancha. Balki yana 3-chi cho'qqa bo'lardir, 180 mingga ketardi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qo'rqish kerak. Agar bizni birinchi variantga ishonadigan bo'lsak. Yana ikkinchi variant ham bor. BlackRock kirib keldi deyishyapti. Mana BlackRock kirib keldi, ETFlarga kirib keldi, BlackRock sotib oldi. MicroStrategy'dan, Grayscale qo'yildan BlackRock sotib oldi. Inson birinchi ssenariyga ishonadigan odamlar savol berishi mumkin, logik savol. Mana qilib BlackRock 2010-yilda, 12-yilda yo'qmidi? Bor edi. Eng katta kompaniya, eng katta fond edi. Eng katta edi-da, adashmasam, eng katta edi.
o'rni bor edi-da, BlackRock hardan BlackRock bo'lgan. Nimaga 10-yilda, 15-yilda kirmagan bozorga? Unaqa likvidnost bo'lmagan, Bitcoin kichkina bo'lgan, ularni puli sig'magan. Puli sig'magan emas, aktiv ularniki bo'lishi mumkin. Ular faqatgina 25-yiliga kelib, e'lonlar qilib, уже puzir kattalashgan sari zbitni jamlab olgan holda. Mana qaranglar, oldin mana bunaqa bo'lgan, tarixda o'sib boryapti faqat. Bu yerda 2 ta cho'qqili, bu yerda 3 ta cho'qqili ko'tarilib boryapti. Bitcoin bu kelajak. BlackRock balki pochva yaratayotgandir zbit uchun. Mana bizni oldik, bizni sotib oldik degan narsasi o'sha 2010-yilda, 12-yilda o'sha ularni qo'lida 60% emissiya balki bordir. Bu birinchi ssenariy. Ikkinchi ssenariy unaqa emas, emissiya qo'lda emas, bitta qo'lda emas. Ishonmayman-da bu ikkinchi ssenariyga. Ikkinchi ssenariyga qachon faqat ishonaman? Shuncha protiv anulada 60% emissiya, bunaqa cho'qqili, bunaqa chiqib ketishi, ключевой stavka baland bo'lishiga qaramasdan oshib ketishi ko'p anula. Kecha mana o'quvchilarimga aytdim, ikkinchi holat qachon za bo'ladi? 250 mingga qachon bo'ladi? Agar real sotib olgan bo'lsa, 2024 oktyabrda real bozorga kirib kelgan bo'lsa, balki o'sha real anunga bo'ladi, государственный aktivga aylanadi. Yagona bitta o'sishini kuchli sababi bor. Men hozir esladim. Yagona kuchli sababi 250 ming, 500 ming dollarga chiqishning kuchli sababi Amerikaning gosdolgi bor. 30 qanchadir trillion dollar. Nima qiladi Amerika? Xitriy xod bor. Butun dunyoni Bitcoinga jalb qiladi. Bitcoin o'sib boraveradi. Manipulyatorlar baribir bor ular. Manipulyatorlar birgalikda foyda ko'raverishadi. Amerika gosdolgi bilan, qarzi bilan Bitcoinni bog'lab qo'yadi. Qanaqa qilib bog'laydi? Bitcoin sotib olishni boshlaydi, zaxirasiga qo'shishni boshlaydi. ETFlar ochildi, balki birinchi qadamdir. Hozir o'sha zaxirasiga qo'shishni boshlaganda, ofitsialni qanaqadir qabul qilishni boshlaganda, balki o'sha gosdolgi bilan bog'lasa agar, to bor ehtimol o'sha 500 ming dollarga chiqadi. Nimaga? Yana bir marta Bitcoin sotib oladi. Bitcoinning narxi ko'tariladi, Amerika foydada bo'ladi. Bir tomondan foydaga chiqayotgan aktivi bor, ikkinchi tomondan gosdolgi bor. Gosdolgiga yaqinlashgandan keyin bo'lib ketadi, gosdolgi yopilib ketadi. O'rtoqlar, bo'ldi, gapni ko'paytiramiz. Rovna 1 soat maqsad qildik, ko'p mavzularni gaplashdik. Yana savolinglar qoladigan bo'lsa, kommentariyda yozing. Kommentariyni men o'qiyman. Iloji bo'lsa shu YouTube o'zida yozing. Maksimal kommentariy bo'lsa, ko'proq odam ko'radi. Like ham bosib qo'ysangiz, agar yoqqan bo'lsa bosing. Maksimalni bizga podдержка qilgan bo'lasiz. Izohda savolingiz qolib ketgan bo'lsa, izohda yozing. Man qilib, men uni screenshot qilib Telegram kanalimizda, Jasur Invest Telegram kanalida javob berib ketaman. Mashinniklardan ehtiyot bo'linglar. Men hech kimdan hech qanaqa pul olmayman. Buni doim esingizda tutinglar. Shu o'rtoqlar, hammaga rahmat. O'ylayman foydali suhbat bo'ldi. Hamma aytadigan mavzularimni aytib bo'ldim. Ko'rishguncha. Shunaqa yo'q ketayotganimni anonsi yaxshi ekan. Ko'p ancha narsa yig'ilib, keyin bittada xohlasa foydali ma'lumot bilan ulashdim. O'ylayman, rahmat.